Bu kichik ustaxonada Nyu-Yorklik Jon Bazerti oilaviy biznesini yo'lga qo'ygan. U o'g'li bilan birga mebel yasaydi. Qo'lda o'rilib tayyorlangan bu kabi stullardan Misr fir'avnlari foydalanishar edi. Biroq hozirgi vaqtda san'atning bu turi kundan kunga ozayib bormoqda. Eshilgan mebellar ustasini topish amri mahol. Bu hunarni o'zlashtirishga esa eng kamida 1 yil vaqt sarflanadi. Jon ustalarning 4-avlod vakili. 12 yoshidan beri shu hunar bilan shug'ullanib keladi. 40 yil avval og'ir texnika bo'yicha kitob yozgan. Mening kitobimdan foydalanib, bu ish menen 200-300 ga yaqin kishilar emgaktana boshlagan. Biroq azralar emirek jasab jatishavi yo'q bu bilmayman. San'at muzeyining rahbari bu hunar egalari esa eski mebellarni yangilash bilangina cheklanib qolmoqda deydi. Sababi hozirgi vaqtda o'rilgan jihozlar buyurtmalar soni keskin kamayib ketgan. Egarda bu stulni o'ngdib, жаңылоо kerak bo'lsa, ag'ada usta bo'lish kerak. Biroq bu o'rnarda arqalagan ustalar yo'q bo'lsa, eskirgan emerekni irg'ituvdan boshqa arg'a yo'q. Jon oilaviy biznesini boshlaganiga 116 yil bo'lgan. Unga kichik korxona bundan 7 yil avval otasidan meros qolgan. Hozirgi vaqtda uning o'g'li ustachilikka sherik izlamoqda. Sababi bu hunarni egallashni ixlos qilganlarni topish qiyin. Ustaxona Manhattandagi eski joylar ro'yxatiga kirgan. Shu sababli yaqin orada u boshqa yerga ko'chirilishi mumkin. Shahar hukumatı bu hududda ta'mirlash ishlarini boshlash uchun Jon ustaxonasini boshqa yerga ko'chirishga 2 yil vaqt bergan.